Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar. Biz bugun Andijon viloyati Asaka tumanidamiz. Va Andijonni nimasini yoqtiraman bilasizlar? Andijonda aytaylik, Xudo xohlasa hamma joyga borib keldim. Bir tomoni cho'l zona bo'lsa, bir tomoni tog'li zona, mana shunaqa juda ham chiroyli manzaralari bor. Shuning uchun Andijonga hurmatim bo'lakcha. Biz hozir Asaka tumanini Navoiy MFSiga ketyapmiz. Yo'lda shunaqa bir e'tiborimiz tortgan manzara bor edi, shuni sizlarga ham ilindik. Odamlar ko'p kelar ekan bu yerga. Men hozir ham Damasda akalarimiz o'tiribdi. Menimcha shu qarab asabni tinchlantirishsa kerak edi. Yomg'irli havoda juda bir tinchlanib oladigan joy ekan lekin. Bizni kuzatishda davom eting. O'rnatib bo'lib ham bitta obzorlarni olib ko'rsatamiz. Qubo Akfa bilan qoling, Qubo Akfadan uzoqlashmang. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli hamkorimiz do'stlar. Biz ishimizni tugatib bo'ldik. Qaytarib o'tamiz. Biz Andijon viloyati Asaka tumani Navoiy MFga kelganmiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan obunachimiz xonadonlariga. Bu xonadonimizga ikkita rom, bitta eshik olib kelib berganmiz. Ranglari antrazit G306 da bo'lgan. Eshiklarimiz alyumin aldox 1 da, romlarimiz Redpen Plus 6000 Quattro 4 kamerali edi. Xo'p, narigi rom bilan bu romda aytaylik razmeri hamma yo'g'i bir xil, 150 ga 150. Faqat narigi romimiz liniyasi bu romimizdan ancha farq qilar ekan. Shuni hisobiga lazerlarga qo'yib, bir xilda liniyaga qo'yib berdik. Xo'p, eshigimizga shotlanka gul to'qib berganmiz. 8 ga 1.8 lik. O gold svetda, o'rtasiga katta tosh guldan, tepa pastiga Galaxy kichkina va Framugiga ko'rib turibsizlar, bitta gul qo'yib berganmiz. Aynalar 2 qavat yo'da yuvib bo'lgan. Romlarimiz 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladigan bo'lgan, ochilishlari sulujniy mexanizmlik. Xo'p, bir qator obzorlarni ko'rsatib beraman. Xo'p, ruchkalarimiz qora akrildan bo'lgan. Ochilib yopilishlariga bitta baho berib bersizlar. Juda ham chotki holatda bo'ladi. Xo'p, har bitta qanatimizga 4 tadan petla qo'yib berganmiz. Ruchka zamoglari, petlalari to'liq Graf firmasidan bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, logotiplarigacha joylashtirilgan bo'ladi qora akrildan. Va qulflanishlari juda ham chotki holatda qulflanadi. Romlarimiz qaytarib o'taman, 150 ga 150 Redpen Plus 6000 Quattro 4 kameralik. Xo'p, podagonga qo'yib berganmiz Comfort firmasidan. Ikki tomoniga 5 dan, oldiga 4 sm dan chiqarib berganmiz. O'kinli ruchkalarimiz qora Graf firmasidan akrilda ko'rishlar mumkin. Ochilish mexanizmlari juda ham chotki holatda. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketaman. Sulujniy mexanizm, agar nomini noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, yaxshisi ahamiyat bermay qo'yinglar. Chunki ayrim negativ fikr bildirayotganlar bor bizning kanalimizda, shularga tegishli xolos bu. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, 150 ga 150 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladi, podagonnik, sulujniy mexanizm, polniy full komplekatsiyada. Olib kelib o'rnatilishi 5 yillik kafolati garantiyalari bilan 2.500.000 so'm. Eshigimiz 1.20 ga, balandligi 2.30. 2 qavat aynak, shotlanka gulli, polniy full holatda olib kelib o'rnatilishi 2.600.000 so'm. Bu obyektimiz общий hisobda 7.600.000 so'm. Olib kelib o'rnatilishi hamma yo'g'i bilan 7.600.000 so'm narx chiqqanda, biz akamizga skidka qilib 7.200.000 so'm qilib berdik. Xudo xohlasa olib kelib ishlarni tugatib berdik. Aytilgan muddatdan jinday kech qoldi. Bizda doimiy shotlankani guli jinday muammo bo'lib qoldi yana. Shuni hisobiga Qubo Akfa nomidan uzr so'raymiz. Qubo Akfa bilan qoling, Qubo Akfa doimoslar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.